Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Black MC kanali va qarshingizda Humoyun. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Chempionlar Ligasini o'ynaymiz va bu chorak final bo'ladi. Real Madrid Arsenalga qarshi. Do'stlar, agar o'zimga o'zim va'da beraman, karyeramni yakunlayman. FIFAda karyeramni yakunlayman agar yutqazib qo'ysam, ko'ramiz. Hozircha yaxshi ketyapman. Yana ham bilmadim keyin nima bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Do'stlar, kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Chunki 15 taga ham oz qoldi. Sizning like'ingiz bunga yordam berishi mumkin deyotganimda Rodrigo 10-daqiqada gol Rodrigodan. Yaxshi. Chempionlar Ligasining finaligacha chiqaman deb umid qilyapman hozircha. Yana bilmadim. Kylian Mbappe ofsaydga tushmasam bo'ldi-da do'stlar. Gol. 7 daqiqa o'tib Kylian Mbappedan gol do'stlar. Mana bu chiroyli golni qaranglar. Xo'p. Arsenal bugun aniq tamom bo'ladi. Ko'rasizlarmi o'ynashini? Gol yana bir marta. 5 daqiqa o'tib Kylian Mbappedan dubl do'stlar. Aytmasam ham bo'ladi, o'zi Real qanday o'ynashini hamma bilsa kerak. Oba. Ketdi. Gol. 4 daqiqa o'tib yana gol. 1 daqiqaga qisqarib ketyapti daqiqa bo'yicha. 26. Yaxshi. Do'stlar, e'tibor bermaysizlar. Sal shamollagandim. Nima qilyapman men? Gol! Yana bir marta Kylian Mbappedan gol do'stlar. 7 minut o'tib hech narsa qilmay. Qani, chiroyli golda boshlaydi. Hop! Tushdi. Dahshat defterga do'stlar. Yaxshi. Nima bo'ladi? Jarima zarbasi ekan. Jarima zarbasi qani ular gol ura olarmikan? Ular gol ura olmasa kerak. Devdim ham gol ura olmadi. Top Rodrigoda. Rodrigo. Offside bo'lsa bo'ldi. Gol do'stlar, Vinicius Junior. Zo'r. Hujumda Mbappe. To'pni olib qo'yish kerak. Yaxshi. 6-0 birinchi taym o'z og'asiga yetdi. Ikkinchi taymni kuzatamiz va ikkinchi taym boshlandi. Ikkinchi taymimizda Kylian Mbappe gol urishga shoshilmoqda. Gol. Yana bir marta gol. Bu videolarda do'stlar, albatta bu video kech chiqdi. O'zimning o'rnimga so'rayman, o'zim muammolarim bor edi. Shunga kech chiqardi. Endi har kunga chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Yaxshi. Bellingham. Nima qildi endi bu? Hozir bo'ladigan ishga hayron bo'ldim. Nima qildi bu? Nima qildi gol uradigan joyda? Hozir hayronman. Real tarixida bo'lmagan narsa bo'ldi. Yaxshi, ozgina qolib qoldi. Mayli, gol. Vinicius Junior. Mana buni gol desa bo'ladi. Do'stlar, one block kartasini olyapman. Yaqinda one block ham chiqib qoladi.
Yarım zarbası. Baribir ololmasa do'stlar, ne kerak jarima zarbasi. Shular Valverde. Kylian. Mana buni fint desa bo'ladi. Do'stlar, bular aqldan ozganmi? Gol. Yana bir marta Kylian Mbappe'dan gol. 9-0 do'stlar. Oy. 2 marta shunaqa bo'ldi. 2 marta gol uraydigan daqiqada gol bo'lmay. Bo'ldi. Tepish kerak edi-da. Bundan chiqdi. Jarchak to'pi va gol. Gol menimcha. Oy. Yana bir marta burchak to'pi, bu safar Rodriger. Vay. Chiqarib yubordi, gol ura olmasdan. Oba Bellingham'dan gol do'stlar. 10-0. Juda ham zo'r degani. Tugadi. Chempionlar Ligasi. Yaxshi. Mana. Ko'proq Mbappe urgan. Darajam ko'tarildi, 23-level. Do'stlar. Endi javob uchrashuvga olg'a. Do'stlar, agar videolar kech chiqyapti, uzr so'rayman. Mening ham muammolarim bor. Xo'p. Quarter finals. Second Liga. Voy, kimga kirishini qaranglar. Do'stlar, mana kirib ham oldi bular. Biz bosib tashlaymiz. Kerak emas bular. Bo'ldi, boshlandi. Kerak emas sizlar. Ketdik. Gol! Yana bir marta 3-daqiqada gol. Kylian Mbappe. Hozircha yaxshi ketyapmiz, hozircha. Yana bir marta eng chiroyli gollardan birini uryapti Kylian Mbappe. İşte üstüne aylanib o'tdi. Shunday tepdi, bo'ldi-da do'stlar, bo'ldi, gol. Yutqazib qo'ysin, maslahatim. Yuguramiz. Hop, 3-marta gol. Mbappe. Nima bo'ldi hozir? Hali tushunmay qoldim nima bo'lganiga. Tupirdim nima bo'lganiga. Yaxshi pas. Buni zo'r pas desa bo'ladi. Gol. Kylian Mbappe'dan gol do'stlar. Nima yoqtiraman-da. Hech kim yo'q bo'lsa, olib ketish yoqtiraman. Do'stlar, nima deymiz endi? Xo'p. Rodrigo. Yaxshi Kylian Mbappe gol urmoqda, yana
omadim boqib qoldi meni. Yaxshi. Do'stlar, yana bir marta gol. Naq 7-0 birinchi taym edi. Ayab o'ynayapman, nima? Deyapman. Qizlar dedi, biz yutamiz dedi. Biz offside bo'lmasa bo'ldi do'stlar. Chunki offside bo'lsa o'zi o'min bo'ldim-da. Narsa bo'lgan bilmay qolaman. Javob uchrashuvi shafqatsiz bo'lishi aniq edi do'stlar. Do'stlar, cho'zib o'tirgan videoni to'xtatib oldim. Hisob 14-0. Dahshat o'yin bo'ldi-da. To'g'rimi do'stlar? Videoga обязательно like bosib, podpiska tashlab qo'yishni ham esingizlardan chiqmasin do'stlar. Qo'ng'iroqchani ham jingillatib qo'yinglar. Hisob 10-0 va oxirida bir martagina Rodrigo va oxirida Bellingham urgan. Hammasini Mbappe urdi. 12 tasini ham urdi. 12 tasini ham. Zo'r. Dahshat do'stlar. Kelgusi o'yinda biz Liverpoolga qarshi chiqarkanmiz. Liverpoolga qarshi chiqarkanmiz. Do'stlar, oxirida albatta bitta pak ochib qo'ymasam bo'lmaydi. Sizlarga ham qiziqki pak ochish, to'g'rimi? Mana buni ochamiz. Qaysi o'yinchi tushadi? Albatta bu arzon pak va keyingisini albatta kutmagandigingiz. Va kim? Braziliya? Lim? Galeno tushdi do'stlar. Albatta bu ham yaxshi. Sizlarga yoqar paklar, to'g'rimi do'stlar? Kerak, avtomobil qilamiz. Qani? Bo'ldi. Do'stlar, xayr deb qolaman. Joninglar sog' bo'lsin, oilalaringiz tinch bo'lsin. Xayr do'stlar, xayr.